Toshkent viloyati Piskent tumaniga avtomatik darvozamiz kaliti yuqoriga panjaralargacha mana o'rnatib berdik. Mana mijozimiz juda xursandlar. Darvoza haqida yana bir Darvoza haqida shuni aytish mumkinki, men ko'p joyda ko'rib bu darvozalarga havosim kelardi. To'g'ri, undan so'raganimda, mana shunaqa darvoza qalay bo'lyapti, shunaqa qo'ysang nima qanaqa bo'lar ekan deganimda, hali o'zi qo'ydirib ko'rmaganlar menga yomon taassurot berishardi. Sababi, u nimjon, biror bir tep kirib ketishi mumkin, omonat o'rnatiladi, uzoq ishlamaydi deyishardi. Lekin bu bunaqa emas ekan. Mana endi hozir o'zim ko'rib, ishlatib ko'rib, sifatini ko'rib, xursand bo'ldim. Juda sifati a'lo. Men o'ylaganimdan ham yaxshi ekan. Ishlashlari yaxshi, bir tekisda ishlar ekan. Eng muhimi, hozirgi davrimizga mos darvoza ekan. Shunisiga qiziqib o'rnatdik. Sizlarga katta rahmat. Aytgan vaqtida, aytgan muddatimizdan 2 kun oldin bilan o'rnatganinglarni ko'rib, men qoyil qoldim. Yashaylar, rahmat. So'zinglarning ustidan chiqdinglar. Rahmat sizlarga. Namanganlik bolalarga oldin